Mani o'g'lim endi 7 oylik bo'ldi. Oyog'ini bosmaydi. Tekshirtirgandik, bitta oyog'ida golovka yo'q dedi. Xavfli emasmi, maslahat bering doktor, oldindan rahmat. Ortopedik kasalliklarning ichida son bo'g'imlarida displastik holat deyiladi. Shu narsa tug'ilgan bolalarda yarmida uchraydi. 50% uchraydi. Displaziya deydi. Displaziya demak bir-biriga munosib kelmaslik hali. Bo'g'imlar yuzalari, paydo bo'ladigan yadrolar, bular hammasi hisobda 50% bolalarda bo'ladi. Son bo'g'imdagi teri burmalarini har xilligi. O'shaning uchun bu 7 oylikda rentgen qilib ko'rilgan bo'lsa, soqolar yadrolari paydo bo'lmagan bo'lsa, bu juda xavfli narsa emas. Bolamizda o'sha raxit kasalligini birinchidan davolash, o'sha bolani bemor emas, bolachani normal holatda rivojlanishini ta'minlash kerak birinchidan. Demak, bolangizda terlash bo'lmaslik kerak, sochida to'kilish bo'lmaslik kerak, orcha injiq bo'lmaslik kerak. Raxitning birinchi belgilari. Keyin qovurg'alarda ko'tarilish, ko'krak qafasi deformatsiya. Bular hammasi bo'lsa, qonni osilgan bo'lsa, keyin bolalarda juda ko'p qabziyat bo'lib qoladi, bir xilda 2-3 kunda ham bir yozilmaydi qabziyat. Bunaqa holatlar bo'lsa, mana bu holatlarda raxit kasallari rivojlanib, shu narsalar o'sha tishning chiqishini ko'ring. Nechta tishi bor? 7 oylik bolada 2 ta tish bo'lish kerak, bo'lmaganda. Bo'lmasa 4 ta bo'lish kerak. Siz uyingizga shag'al, sement toshmasdan turib uy quraman deb gumillayapsiz. Bolangizni oyog'ini bosish uchun massaj qildiring, elektroforez oldiring, xvoyni vanna qildiring, ovqatiga e'tibor bering. 6 oylikdan keyin qo'shimcha ovqatlar, har xil minerallar, vitaminlar berish mumkin. Tak, sir, tvorog, mevalardan qirib bering, go'shtni qiyma qilib, guruch bilan ko'proq bo'tqa qilib bering. Mana ovqatlariga e'tibor qiling bolangizda. O'shanda keyin bolangizda suyaklarida kalsiy miqdorlari normallashib, o'sha yadrosi ham chiqadi. Bolam oyog'iga bosib qoladi. Tushunaliga, shu nima deb chanagan bo'lsam, eshitib qolgan bo'lsangiz, mana shu narsalarni hammasini nima qiling? Bajaring. O'shanda bolangiz zo'r bo'ladi. Bolangizda bu soqol yadrosi chiqmasligi vaqtincha xolos u. Keyinchalik chiqadi ularda. Isitma bo'lmagan bo'lsa, o'shga funksiya qilib yiring olinmagan bo'lsa, qo'yimishdan unga hech qanaqa ortiqcha narsa qilish kerak yo'q. Biz aytgan narsani qilsangiz bo'ldi. Yadro chiqishi kafolat, marhamat.